Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari. Sizlarga mana yana o'z qo'ramizdan video tayyorladim. Azizlar, mana o'sha aytgan ko'k qo'yimiz bitta bo'ladi, bolasi urg'ovchi. Bugungi sana 14-mart ertalabki soat 8 ga boqma qo'chqorlarimizga yem beramiz deb chiqqanimizda mana qo'yimiz qo'zilab turibdi. Sanasiga ozgina adashimiz. Nima deymiz? A'lo darajada urg'ovchi. Ikkalasi ham sog'lom. Tak yelina. Hozir oldiga bormaganimiz yaxshiroqmi deb o'ylab yaqinda bormadim mana. Aylangan vaqtida ana yelina. Yelan qismi qo'zichog'imiz qazoqqa hech qanaqangi burak yo unaqa aralashmagan chesti qazoqqa. Nasib etsa sizlarga yana qo'zimiz qurib yaxshilab emishdi o'rganib olgandan keyin yanada yaxshiroq video chiqaramiz. Like, podpiska, komment yozib qo'yasizlar. Videolarni ko'ryaptilar. Rahmat ko'rganlari uchun, lekin like tugmasini bosmayaptilar. Like bosing. Kuzatishni davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.